barchaga xayrli kech. Obunachilarimiz ichida opa-singillarimiz bormi? Sizlar uchun maxsus sipachlarni zo'rdan topib qo'yganmiz. Raynari ham juda ham siz bo'lib, qizil, to'q qizil bardovi rangda. Mashina 2014-yilda ishlab chiqarilgan, aksariyat kraskalari mutlaqo toza ekan. Eng muhim mashina o'sha propan o'rnatilgan va avtomat korobkada. Sizlar haydashlari uchun juda ham qulay, mexanika emas. Faralari o'zim zavodga holatda turibdi. Sizlarga jarima yozmasligi uchun sababi led faraga bularga jarima bor. Diskasiga keladigan bo'lsak, o'zim diskasida emas, shunaqangi bosimdan chiroyli, to'rtta va yumshoq balon qo'yilgan ekan, archa balondan juda ham statikoslarikda yaxshi, yomon holatda emas, yaxshi holatda turibdi. Lekin qo'ygan o'rnida shumkasi yo'q ekan. Marhamat, salon holatini yaxshilab ko'rsatib o'tasiz. Mashina hali 95 ming kilometr masofani bosib o'tgan, taktesadan monitorlar bor ekan, chiholi endi o'ziga rangiga podsetka qilib qo'yilgan ekan, alkoholigi ham bor. Aytib o'tganimizdek, korobkasi avtomat korobka. Salonga yaxshi ahamiyat berasiz. Endi nima deydi, yiliga nisbatan akkuratli minilgan mashina. Sababi endi 12 yil bo'lyapti bu ishlab chiqarilganiga, qarang, orqasidan ko'rsatib o'ting. Video registrator bor, dekoratilgan emblema. Endi to'g'risi bu ayol kishining mashinasi, shuning uchun mana shu salgina paradga turmabdi mashina. Propan gaz bilan bor ekan. Qaranglar. Yilini aytdik, o'sha kraskasi toza dedik. Endi mana bu bamper almashgan ekan. Qarang, ikkita rang mana bilinadi. Tepasi salgina ochiq, buyog'i to'qroq. Sababi o'sha bamper almashgan. Endi bamper detalga kirmaydi, shuning uchun kraska emas bu. Qolgan joyi absolyutni bo'lsa, motor korobka xadovoylarda ishi yo'q ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, $5600 taqalgani. Bozorga 5500 qilgan, lekin opa bermaganda 5600 taqalgani. Telefon raqam pastda bo'ladi. Telefon qilib baraka qilasizlar. Spark mashinasi turibdi. Agarda kim Spark arzon izlab yurgan bo'lsa, yaqinga jo'natib qo'yasiz. Videoga like, podpiska esdan chiqmasin. Kuzatib borayotgan hammaga alohida rahmat.